Har bir qilgan savdoyingizdan o'zingizga cashback to'planadi. Onajon aka, shuncha XM deymiz. XM o'quvchilarimizga bir bonusmi, bir yangilikmi qilib beradimi? Как раз aka, hozir mana 7-apreldan 7-maygacha zo'r bonus boshlashgan. Qanaqa? Bonus emas, naqd pulda cashback pul olasiz. Yo'q. Aka, ichki kabinetingizga kirib bering. Mana aka. Ichki kabinetingizga kirasiz, savdo hisoblariga kirib turib, yangi savdo hisobi ochishni bosasiz. MetaTrader 5 tanlaysizda, xohlagan shotingizni tanlaysiz, standartmi, mikromi, xohlaganingizni tanlab turib, partnyor kodi degan joyga aka premium 3/5 deb yozasiz va barchasini qabul qilib, continue tugmasini bosasiz. Yangi hisob raqami ochiladi. Endi shunga bemalol depozit qilib, MetaTraderga ulab savdo qilsangiz bo'ladi va har bir qilgan savdoyingizdan o'zingizga cashback to'planadi. Rostdan. Naqd pulda to'planib boradi. Buni xohlagan paytingizda yechib olishingiz yoki xohlagan paytingiz yana savdo qilib ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Agar akkaunti bo'lmasa, yangi foydalanuvchi bo'lsa nima qiladi? Telegram kanalimizga kirishsa, shu yerda polniy video darslik qilib qo'yganmiz. XM Brokerdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha. Bemalol kirib, ko'rib, ro'yxatdan o'tish bo'lsa bo'ladi. Ularga naborot zo'r, yana 100% bonuslarimiz ham bor. Kirib, 100% bonuslarda ham savdo qilishsa bo'ladi. Ya'ni $100 pul solishsa, $100 qo'shib beradi.